Davramizga shoira Munisaxon Islomjonovani taklif etamiz. Marhamat. Betakror nima bor? Hamma narsada mavjuddir pinhoniy, betakror, takror. Har yili bir marta kelib ketar qish, har yili bir marta keladi bahor. Qushlar bugun aytgan qo'shiqlarini albatta ertaga yana aytadi. Daraxtlar va gullar simirgan yomg'ir ertaga suv bo'lib albat qaytadi. To'kilgan xazonlar bir kun albatta yana kurtak bo'lib yozarlar qanot. Betakror takrordan iborat butkul o'chib yonayotgan bu rangin hayot. Albatta o'tadi sening ko'changdan. Umidimning bo'm-bo'sh avtobuslari albatta yetaklab olib chiqadi seni muhabbatning ma'sum hislari. Albatta tarqalar bugunga araz, albatta qaytadi u mehru shafqat. Ishonma, tirilmas desalar senga, odamning ko'ksida o'lgan muhabbat. Ishonma, so'ngan dil yonmas desalar, qaytmaydi desalar agar bu bahor, sen ishon, qaytadi hamma narsada mavjuddir pinhoniy, betakror, takror.